Assalomu alaykum. LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 19-savolni boshlaymiz. Demak, bizga shunaqa savol berilgan ekan. Monthly transactions 1. Savolimiz medium turdagi savol, ya'ni o'rtacha qiyinlikdagi savol. Tableimiz transactions va unda ID, country, state, amount, translate degan column bor. Tableimiz ko'rinishi mana shunaqa. Endi bizdan nima topish so'ralgan? Har bir oy bo'yicha misol uchun har bir oy bo'yicha qaysi davlatda nechta transaction bo'lgan, nechta transactions approve bo'lgan, общий transaction summasi qancha, approve bo'lgan transactionlarning summasi qancha degan mana shunaqa ko'rinishdagi ma'lumot chiqarib berishimiz kerak mana shu transactions tabledan. Endi biza nima qilamiz? Biza men o'ylagan logic nima qilmoqchiman? Faqat men shuni ajratib olsam, demak 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta characterni mana shu translate dan ajratib olsam, mana bunaqa valuelar chiqadi. Ya'ni 2018-yil 12-dekabr degan value chiqadi va o'sha bilan country bo'yicha gruppalab mana shu so'ralgan narsalarni hisoblab olaman. Demak, birinchi bo'lib tableni create qilib olaman. Database yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun mana shu how to close it. Okay, whatever. So, mana shu ChatGPTni ishlataman, prosta davay create qilib berdim. Valuelarni insert qilib beradi, shunchaki yaxshiroq sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p. Tableni create qildim. Buni comment qilaman-da. Select serve from transactions. Xo'p, demak, xuddi shu berilgan inputdagi valuedek chiqdi. Endi mana shunda query yozishni boshlayman. Demak, birinchi qiladigan narsam, men buni ajratib olishim kerak. Uning uchun yozaman-da left, ya'ni chap tomondan mana shu translate degan columndan bittasini bersam. Mana, xuddi shunaqa value chiqdi. Demak, buni men prosta as months deb nomlab qo'yaman. Endi keyingi qiladigan ishim har bir calculationlarni topib ketaverish. Uning uchun starni o'chiraman. Bizda keyingi column nima? Countrymi? Countryni shu turishga o'chirib kelaman. Country. Endi keyingi column nima? Transactions count. Demak, count qilishim kerak transactionni har bir o'sha oy va davlat bo'yicha. Prosta burada group by qo'shib qo'yay. Group by mana shu column bo'yicha gruppalasin va country bo'yicha. Endi xuddi shu gruppalangan holatda men count qilishim kerak transactionsda. Prosta count star deb yozib qo'ysam bo'ladi, yo bo'lmasa count amount boy valueni yozib qo'ysam bo'ladi. Tepada berilgan ekan null value. Mana shu state bo'yicha qila qolaylik, chunki bunda null value yo'q ekan. Bilasizlar, count agar null bo'lib qolsa, count o'sha rowni skip qilib yuboradi-da, javobdan ayirib tashlaydi. O'shaning uchun biza mana shu state bo'yicha qilsak, state'da faqat enumerate type'dagi data bor ekan, ya'ni approved, declined bor ekan. O'shaning uchun state bo'yicha count qilaman. Bu menga beradi transaction count degan column. Endi faqat approve bo'lgan transactionlarni qanaqa count qilamiz? Countning ichida when yozamiz, case yozamiz. Count qilsin. Case when
state equals to approved. Agar state approved bo'lsa, then prosta bir qo'yib bersin. Else null qo'yib bersin. Bu xuddi bundan oldingi example'da tushuntirganimdek, agar null bo'lsa, mana shu row null bo'lsa, count o'shani hisoblamaydi. Ya'ni o'shani javobdan ayirib tashlaydi. Misol uchun, общий bizada approved declined bo'lsa, declined oldiga mana bu yoqqa null degan value tushadi. Count qilganimizda 1 deydida, mana buni skip qo'yadi, 2 3 deb o'tib ketaveradi shunaqa. O'shaning uchun null qilsa, o'shani javobdan chiqarib tashlaydi. Else null case'ni tugatamiz end bilan. Buni yozamiz as approved count. Approved count. Bu kolumimizni ham topdik. Bizning keyingi kolum transaction total amount. Sum qilishim kerak. Amountni as transaction total amount. Keyingisida bizdan so'ragan faqat approve bo'lgan transactionlarni total amountini so'ragan. Endi bu yerda ham case yozaman. Sum case when state equals to approved. Agar transaction haqiqatdan qabul qilingan bo'lsa, demak amountni o'zini qo'yib bersin. Amountni o'zini qo'yib bersin. Else null qo'yib bersin. O'shandaqada biz o'da sum qilganda, misol uchun declined o'rniga prosta null degan valyuni sum qilib qo'shadi. And buni yozaman. Approved total amount as approved total amount. Shuni da. Endi menimcha ishlash kerak. Tak, amountdan keyin o'zan. Demak, bizda order so'ragan. Return result in any order. Dubai orderda chiqarsin degan ekan. Demak, qarasa US bo'yicha 2018-yil dekabrda ikkita transaction bo'lgan, bittasi approve bo'lgan. Ya'ni transaction total amount 3000, approve bo'lgani $1000 ekan. Xuddi shu javobda so'ralgan javob chiqdi. Endi mana shu savoldan nimani o'rgansa bo'ladi? O'sha countni ishlatishni case bilan, sumni case bilan ishlatishni. Javobni olaman deb tashab submit qilaman. Javobimiz qabul qildi. Juda ham yaxshi ishladi. 94% javoblardan yaxshi chiqdi dedi. Demak, mana shunaqa javobda to'xtadik. Demak, hozir 19-savolni tugatdik. Demak, keyingi savol 20-savol bo'ladi.